2 numurluq qiz mehmon Raila, 23 yosh, Xotan shahridan. Mijoz xarakteri xushchaqchaq. Hozir Urumchi shahrida ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 3 numurluq qiz mehmon Nurbiya, 23 yosh, Xotan shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchi shahrida ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 4 numurluq qiz mehmon Xayrigul, 24 yosh, Xotan shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Urumchi shahrida modellik kasbi bilan shug'ullandi. 1 numurluq o'g'il mehmon Mayung, 28 yosh, mijoz xarakteri eg'ir besiq. Hozir Sanji shahrida ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 2 numurluq o'g'il mehmon Zulal, 24 yosh, mijoz xarakteri eg'ir besiq. Urumchi shahrida ma'lum bir shirkatda ishlaydi. 3 numurluq o'g'il mehmon Abduvali, 24 yosh, Aqsu shahridan. Mijoz xarakteri eg'ir besiq. Urumchi shahridagi ma'lum bir mehmon saroyda boshqaruvchi bo'lib ishlaydi. 4 numurluq o'g'il mehmon Ilzat, 24 yosh, Urumchi shahridan. Mijoz xarakteri ochiq yo'ruq, ma'lum bir shirkatda ishlaydi. Programmamizning birinchi bosqichi tunji uchirishni boshlaymiz. Qani, qaysi mardani yigit bu fursatni qo'ldan bermayman deb mishaga chiqadi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. 3 numur. Yaxshimisiz, ismim Yilzat. Yaxshimisiz, ismim Nurbiya. Shu siz odatda nima qilishni bek yoqtirsiz? Nimaga amroq? Odatda, masalan, uyda bekor qolsam-chi, masalan, kino ko'rishni bekroq yaxshi ko'raman. Hayvonlarni yaxshi ko'ramisiz? Ha, mushukni yaxshi ko'raman, hayvonlarni. Masalan, uyda boqdaganga. Qandaroq o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? Meni yaxshi ko'radigan tipim shu, masalan, men ko'yansa birinchining uchun, shuni bek umid qilman. Undan boshqa shu o'zim sal o'zim tutib olgan, undan boshqa sal pokizroq bo'lsa shu. Siz qandaroq qizlarni yaxshi ko'rasiz odatda? Eg'ir besiq chiqinish qizlarni bek yaxshi ko'raman. Videolayshi. Siz odatda kompyuter o'ynaysiz? Men odatda kompyuter o'ynayman, telefon o'ynayman shu. Men shu bek vaqtim kompyuterdan o'ynagan kesh bo'ldi. Ha, sizning kasbingiz nima masalan? Kompyuter. Ha, shu. Men kompyuterda bek o'ynab ketmayman, shu telefonda bek o'ynayman. O'zinglar qiziqadigan bir filmni topolmay qoldinglarmi yoki? Kontonda yo'q-ku, shu qarashdan ketdim. Ashtaqma. Amaliyotda biz 4-qaror elchi programmamizni o'zgartirishdan nurg'un masalalarni o'ylashdik. Tomoshabin do'stlarning fikri iqimi, eng muhimi yoshlarning talabi, ehtiyoji, programma qatnashib tizimlatganlarning bizning kutgan umid orzularini yig'ib turib, biz birinchi bosqich tunji uchirishni o'rlashtirgan. Tatınıb qaldinglarmi va yoki boshqa sabab bormi? Shu tunji qatim bo'lgan ekan, bir xil tatinish bor. Siz burun bir o'g'il bilan tunji uchrassam, qaysi gapni cho'qim deyman degan bir gaplaringiz bormi, o'ylaringiz bormi? Mesela qandaroq qizlarni yaxshi ko'rasiz? Qanday tipdagi? So'rdingizmi? Ha, so'rdim. Siz maskilanmagansiz. Xudoning o'zi. Pishib bitilgani qizlarni deb. Sizning nazaringizda Nurbiya pishib bitilgan ko'rinamdi ekan. Ishtoq ko'rindi ekan. Bo'ldi, chayinglarga beringlar. Hozir yoshlar xaslikni ta'kidlaydi. Hech kimga o'xshamasam ekan deb o'ylaydi. Lekin sahnaga chiqqandan keyin o'zigimi o'xshamay qilayotganligini g'oyida his qiladi yoki qilmaydi. Aslini aytib turgun, xushchaqchaq va yoki sho'x taraflarini yonchuqiga yoki ko'nglining cho'nqir qatlamiga tiqib etib, sahnada boshqa bir odamdek jiddiylashib qolgan ahvollarni biz ko'p uchirtimiz. Masalan, hozir 2 yosh o'zining aslidek ochiq yo'riq mijozini degandek ifodalab bo'lamadi. Xo'sh, tunji uchrishish endi qolganlarga fursat bor. O'zinglarning nomer tartibi bo'yicha paranglashib ko'rsanglar bo'ladi. Hamda bu sahna chiqqan vaqt-chi, bo'labmi udulug chiqqanda shok deydigan bir narsa bo'ldi odamda. Bu shok degan nimasingiz? Shoki. Bu bir xil kunjuganning, ya'ni qo'rqinishning bir xil qattiqlashgan holati. Bir odam sahnaga chiqmasdimi, u narsa bo'ladi, ammo u yushin holati bo'ladi. Sahna chiqqanda cho'si bu darhol shok tutib oldi deymiz. Uningdek fununlar biroq tutib olgan vaqtda menining
aylanishi nervlar zarbi bo'lgan vaqtda kunbay holatda qo'g'dayman deb sizni agar besim bo'lganda kunbay holatga ekib qo'ydi. Bu vaqtda kallangizga hech narsa kelmaydi. Shu ba'zi yosh bolalarda masahna chiqqan vaqtda tuluqsiz nim deyishini bilmay qilishi bularning bayatın mayınımız degende gonton yuyanning yo'qligi yoki bo'lmasa bularning gap qilish qobiliyatining tuvanligidan emas. Faqat nimasi bu shok tutib oldi deymiz. Ichidagi bir xil narsa tutib olgan vaqtda qetib qoldi. Bu vaqtda odam zuvo baho shitons eshlik etiblar jim turib olishni bir kalla quruq holatni saqlab qolgan gap. Bu hamda ba'zi bolalarda muhim imtihon berganda, menshila qatnashganda o'ziga notnush bo'lgan muhitga kirgan vaqtda bu shok hamisi qo'zg'algan gap. Ammo jiqodam mushkil beoromlikni his qilmaslik uchun qayta shu ishga yaqin kelmay turib oldi. Bu xato hisoblandi. Biz bu shokni qancha jiq his qilib bersak, qancha jiq bizni shundoq beoromlik tutib olsa, amaliyot bizga shuncha yaxshi bo'ladi. Bu xuddi odam badanidagi bir jiring teshib chiqayotgandek, shu narsa odamning ruhidagi jiring shu qancha sirtqa chiqsa shuncha yaxshi. Unda bo'lmagan bo'lsa, u narsa saqlandi, sen his qilolmagan bilan u narsani uning baribir odam badaniga akildigan ziyonlik tarafi u mo'ljalliksiz bo'ldi. Nurg'un kasallik amaliyot shundan shakllandi. Shunga yosh bolalar sahna chiqqan vaqtda hargiz yaxshi joriy qildirman deb emas, joriy qildirammisanmi o'zimda baliq shok deb qo'yib berdim o'smini. Shokni o'simi chiqiraman deb sahna chiqsa, u joqda yaxshi joriy qildirolmagan taqdirda foydalab chiqib ketadi degan gap. Shu notnush muhit amaliyotimiz uchun muhim sababi shu. Qadrlashimiz kerak. Elchidagi har bir daqiqa, har bir sekund, har bir minutni. Xo'sh, boshlasanglar bo'ladi. 我了解一下1号吧。可以。那个我还是想问一下，就是说，如果我们牵手成功的话，您会介意就是和我的父母住在一起吗？不介意。我也是一个就是怎么说吧，反正就是没有都就是这个经济能力上不是那种特别富有但是我也在努力的为着我的梦想去奋斗钱也没有多少想问一下就是1号对我男士的这个经济方面有没有什么需求？有钱了就有钱的话，没钱就没钱花，都可以是吗？都可以。侯天宇啊，你是愿意到嫁的，就说如果将来假设你们成亲，那么你可以嫁到他们家去，和他的母亲在一个院子里，不是说一个房间他们有好几个房间呢，在一起住，他是答应你了，是吧？是的。那你有没有要求他去工作呀？还是作为家庭主妇在家里陪着你母亲呢？这一方面的话，我感觉无所谓，他上班也好，不上班也好，反正我自己一个人挣钱能养活一个家。对对，好。那你呢，陶天宇？你愿意将来是在家里待着，还是去工作呀？出去工作。那你是什么意思呢？也可以是吧？那个男生也同意他出去工作。是的，是的，是的。很好，我就想知道这一方面，让你们更加深了解Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ismim Zulal. Ismim Rayla, siz nereden bo'lasiz? Urumchidan bo'laman. Odatda qanday ishlar qilishni yaxshi ko'rasiz? Odatda top o'ynashni yaxshi ko'raman, suv suzishni yaxshi ko'raman, ondan bolalar bilan o'yin o'ynashni yaxshi ko'raman. Nima usul o'ynashni yaxshi ko'rmaysiz? Usul sal amroq, lekin yaxshi o'ynay olmayman. Yaxshi o'ynay olmayman. Sizningcha biror yaxshi ko'radigan biror ishlaringiz bormi? Usul o'ynashni yaxshi ko'raman. Shu odatda. Siz san'at maktabida o'qiganmi? Yo'q, san'at maktabida o'qimagan. Masalan, sizning qaysi tarafingiz o'yin o'ynashni yaxshi ko'rib qolsa, masalan, ba'zida sizga vaqt chiqmay qolib qolsa, ashundan yo masalan,
xizmat daftarli xizmat sababidan sizdan yaxshi birlab bo'lamay qolib qolsa ashundan ranjimsiz ranjimayman aldirash yigit bo'lsin qabul qila olasiz qabul qila olmayman yaxshimisiz yaxshimisiz siz odatda qanday ishlar bilan shug'ullanasiz shu mening sayohat boshqarishdan o'qigan kasbim o'zimniki hozir uni qilmayapman shu hozir shirkat ishlayapman ishdan sirtqi vaqtlarda ishdan sirtqi masalan so'zishni yaxshi ko'raman men usul o'ynashni yaxshi ko'raman sizningcha yaxshi ko'rgan shu men odatda shu usul o'ynashni yaxshi ko'raman yaxshimisiz yaxshimisiz sizning yaxshi ko'rgan ishlaringizni so'rab boqay men odatda ishdan sirtqi vaqtlarda guanji qilishni andan keyin kino ko'rishni ondan jenshin qilishni yaxshi ko'raman shu sizchi yaxshi ko'rgan ishim bakcha top o'ynayman naqshanglayman kompyuter o'ynayman andan so'zlayman chiniqman hammasiga amroq masalan sizning muhabbatingiz deb turay muhabbatingiz kompyuter o'ynab sizlar karomimiz ochig'ingiz kelamdi o'ying'ili berilvasamni ochig'im kelib qoldi lekin odatda unda bek zayf o'qib ketmayman onunga inim siz kasbingizni kompyuter dedingiz a siz mush savolni bayan Nurbiyadanmi so'rgan hozir bu singlimdanmi so'rdingiz nima uchun qaytlab qizlardan o'g'illar kompyuter g'atidan ziyoda berilib kelsa ochig'ingiz kelamdi degan savolni so'rdingiz sizning bundan burungi tajribangizda shunday bir ahvol bo'lganmi shu men do'stlarim bilan masalan işte o'yin o'ynab qolsam işte kompyuterga kirishib qolsam ishim bilan chatqim yo'q bo'lib qoldi hech kim bilanmi uydagilar bilan chatqingiz yo'qmi telefonga qaramayman hisobda meni aloqa qilisholmaydi hisobda Ota-onangizmi shuni ochidimi? Yo'q. Telefonni oldim-a. Ha. Bak kirishib qolsam, videolar bo'lib qoldi-da, shu chog'da qanday odat qizlar bak jilib qoldi-ku ishlashlarga. Shuningga ishlar so'rgan. Endi buni siz o'zingizni qarshi tarafning maydonidan turib o'ylab bering. Agar qarshi tarafning kompyuter o'yinini bak yaxshi ko'rsa, u sizga o'xshash kirishib ketgan ahvol ostida siz telefon qilsangiz qayta olmasa, siz jilib bo'lamsiz, bo'lmamsiz? Masalan, deb qo'ygan ahvol ostida. Yo'q, o'zingiz javob berib beqing, siz jilib bo'lamsiz, bo'lmamsiz? Yo'q. To'g'ri tushunamsiz? To'g'ri tushunman. Demak, sizmi o'zingizga o'xshash to'g'ri tushunadigan bir odam izlab yetibsiz-da? Kompyuter o'yini hayotingizda bak muhim o'rinni tutamdi. Xili muhim o'rin turdi. Sizning iqtisodiy kirimingiz nerdan keladi? Janjal qilib topaman shu iqtisodiy kirimni odatda. Tunji uchrashishni mishada to'xtatamiz. Bizlarga fursatni berdik. Lekin qaytlanma o'xshash savollar qayta takror bo'ldi. Balkim shu jihatda ehtiyojinglar bor, balkim shu jihatda qarshi tarafning ahvolini egalliginglar bor. Bo'lsa, tunji uchrashish fursatida o'zinglar so'rashni eng xohlaydigan bilishni eng xohlaydigan nuqtadan chiqib qarshi tarafningki shaxsiyatiga aralashmagan asosda qarshi tarafni hurmat qilgan asosda savol so'rsanglar bo'ladi. Ko'pchilik o'zaro bir-biringlarga dastlabki qadamda tezroq bo'lsa-mu tushuncha hosil qildinglar. Ishinglar, kasbinglar, yaxshi ko'rdiganinglar, ishdan sirt qavaslaringlar haqida tushunchalarga ega bo'ldinglar. Endi biz ikkinchi bosqichga kiramiz. O'rtaq tonish. Hammamiz ekran qaraylik. Küldünüzde taşlarsam, endi meni qachon qaldimi? Küldan qilmagan? Voy, küldan topolmagan. Taqilmadim. Men pastga tushib qolmoqchiman. Bu uyning ovozini qilg'imay pastga tushib. Bo'ldi qilay, bu sovuqda aytmadan atishga bitta chiqmasa bu yerim qachishim bo'lmaydi, uy tozalab charchasan. Erinmasam siz hech pastga tushib tomon chiqishga erinmayapsiz. Chekmasmana bunda. Yuqorqi hikoyada nimani his qildinglar? Endi men o'ylayman-ku, ma qizlar o'zini yaxshi ko'ngil ifodalayman deb erining ko'nglini og'ritib qo'ydi. Amaliyotda bu qizlar sipoylik qilgan bo'lsa, er chuqum teshib chekdiga tosh o'tdi. Men o'ylayman, bu qizlar qo'poldi, bunda qilaversa erining ko'ngli so'yib ketadi, aniqlanki. Unda qasam ikkisini ta'sir etadi. Agar bu qizlar teshib chiqib chekkan bo'lsangiz, ya bo'lmasa salomatlik ziyonlik, ya bo'lmasa men pek biyoram ketayotganman. Deb manda qilsa, o'g'il aniq tashlab uning. Bo'ldilar chekmaychi deb, lekin unda qo'pol tegsa chekkis kelmagan, texim chekkis qildi o'zi. O'g'illarning qo'polligiga diqqat qildingizmi, qilmadingizmi? Ya, avval qizlar qo'pol tegdi uyatchi. Men his qildim uni. O'g'il chekibdi, chekkan vaqt qaytlab bir ko'rib boqaylik-a. Bu uyning ovozini qilg'imay pastga tushib. Bo'ldi qilay, bu sovuqda aytmadan atishga bitta chiqmasa bu yerim qachishim bo'lmaydi, uy tozalab charchasan.
Erinmesem siz ilk pes küçük tamam çekişki yerinip atarsınız. Çekmezsin ne bunda? Oğullarının ahan adamı xeyli küçük. Karşılaşpa. Endi o'yladim endi ayol kishi bo'lgandan keyin endi bir o'tcho. Sal silliq sipoya tang turib, unda qilsa aniq uy buzildi. To'g'ri. 100% shu. Anda bo'lgandan keyin silliq sipoyalar qilsa o'g'il ish eritcho millatda. Ashta bo'lgandan keyin tamakin tashvita bo'ldilar. Teshib chiqqan cheka bu chekmasam bo'lgan, ko'ngil ilsa tashvitadi uni. Ko'ngil yerim bo'lgandan keyin biyaram bo'lgandan keyin chekis qilganyapti. Qizlar, qaysinglar uyda tamak chekishga qarshi? Nurbiya, siz cho'sanglar. Siz qarshi emas, siz cho'sanglar. Uyda cheksiz bo'laveramda. Xo'sh, Nurbiya mikrofonni qo'lingizga iling. Bu yigitning bek tamak chekis kelib ketdi. Chiqqanlar bir uyda deb faraz qilaylik. Lekin siz uyda tamak chekishga bek qarshi. Hamma isprab ketsa, sizga ziyonliq. Ish qilib siz bu puraqdan bezor. Qani. Siz qayil qilib beqing. Siz lekin bek chekkingiz bor. Siz chekishga qayil qilib beqing. Siz chektirmaslikka qayil qilib beqing. Azim men uy tozalatman. Bu tamakini teshib chiqib chekib tursangiz bo'pti. Endi siz uyninki muhitiga ziyonliq. U ish qilsa yo'q. Uyni tozalasak bo'lachi. Lekin bir ta chekkim keldi ya chekib olaychi bir ta. Bo'ldi, men hozir tozalayman uyni. Tozalasak dedim romantik bo'lmamdi, yaxshi bo'lmamdi. Bo'ldi, siz tozalaman, men tozaysiz teshib chiqib chekib turing. Uning ustiga uyning havosimi shu. Uyning havosini almashtirasak bo'ladi derizlarni ichi. Men yotibga tozalasak bo'ladi. Avval men uyni tozalay, siz chekib turing. Teshib chiqib tamak. Siz mashinada sovuqda, sovuq havodaysiz, teshib chiqib tamak chekib og'irib qo'yishingdan sizmaysizmi? Oy çeksanız çekin hadi ötemsiz değil mi? Yani küçük diye küçükte. Çıkıp durun. Teşhir çıkıp durun. Ameliyat ayal kişi öyle hakikaten tazlap ağan vakitte çıkıp durun. Teşhir çıkıp durun. Değiştim burun. Hey ma öğünüme hazır tazladım. İş bulmadan emgekim görmet kıl. Diye ahangla çıkırdı. Siz mi sılık gap kısa anlaydı davatkantanız. Xil sılık gap kıldı ya bu mısa? Çıkıp durun deb küldüretti. Şundak küldü çıkıp durun dedi. Demiş şundak sılık gapni anlamaysiz. Bayan degan vaqtingizda siz cho'qim uni qoyil qilan dedingiz. Siz qoyil bo'lmadingizmi? Gap qoyil bo'ldim. Amaliyot u degan chaqchaqda. Men bunda bir oy o'tgan kun romantik turmush kechirimiz ekan, o'sha chaqchaqlashib o'tirgan gap. Men chiqib aniq chekmayman tamakin, tashvitman. Chaqchaqda bo'lyapti. Sizlar chaqchaqda kes qildinglarmi? Bu yigitni chekidi deb ko'rdinglarmi, chekmaydi deb ko'rdinglarmi? Agar chekishmoqchi bo'lsam, chekma deb endi xudayman-da, tozayli bu yan billa. Uni deraza ichvasak tozalasak bo'ldi, romantik deb deyishni o'rni bor bunga. O'rni yo'q. Endi uyda tamak chekish orqali romantiklikni ifodalashga qaraganda buldu jinim deb ishni bitib, siz yaxshi tozalaman koridorda chekay deyish romantikroqmi yoki qaysi romantikroq? Yakimda chek qilib ayolni kishining liq qildirib atgan romantiklikmi? Men o'ylayman-chi endi. Endi haqiqatan teshib chiqib chekish to'g'ri tamogidan badan ziyonliq emasmi? Lekin endi bayamda men degan gapim endi. Men aniq teshib chiqib chekima. Lekin bundoq bir o'ynashib, ham chaqchaqlashib degandek bundoq romantik bo'ldi emas turmush degandek endi. Aniq shuni joyliq qilib chiqib chekima degan gap emas. Teshib chiqib cheksak bo'ldi. Lekin chekmasak bo'ldi uni. Demak, hozir oxirini yig'ib ekansak, siz qoyil bo'lmadingiz. Qoyil bo'ldim. Nimishga oxirgi tirkishsiz? Sizning tirkishim degan to'singiz. Chuqur qoyil qilin degan to'sin hazırdan bu. Uni qoyil bo'lgan odam nimish degan tirkishsiz? Qoyil bo'lgandan keyin chiqishingiz kerakdi ku. O'yinni oxirigacha o'ynayotganingiz keldimi? Nurbiyadan so'raydiganlaringiz bormi? Yo'q. Tugdimi? Mana asli yigitlarning sho'x taraflari bor. Ular faqat yanchiqlarga qachilib oladi va yoki ko'ngilni aniq ifodalamaydi. Nurbiya texib bugun sal tatinchaqroq holatda turib qoldi, tez ichilamayotdi. Rahmat fikr. Xo'sh, bu yuqorqi hikoyani ko'rgandan keyin ustozlarimizning ta'siroti qanday bo'lgandir? Endi uyda bu tamoq chekish endi bir er kishining o'zining hamda bir shaxsiy odati-ku. Nachar odat bo'lsin, o'ziga tava bir shaxsiy odat. Ammo tamoq chekishning qoidasi bo'ldi. Qanday qoidasi bor deganda usti uchiq bo'lmagan yerda tamoq chekish bo'lmaydi.
Çünkü üstü uçup olmağa yerde tamak çekiş etraftakilarga ağır derecede ziyonliq olib keldi. Tamakini çekke öyde hava almashtırgan taqdirdimi bu nikotinning nurg'un ma'lum miqdorda qoldi bu yerda. Bu öyde bola bo'ladi, cho'nglar bo'ladi. Shu öyde nafas oldigan gap. Bu ikkilemchi tamak chekkichi birlemchi qargan texim eg'ivlab ketadi. Şuna bunun da erinin 100% kılmış hata. Ama bu hata kılmışka ayal kişinin belki inkası bu mu doğru emez. Onun hata o ketti. Hem bunun hata olandıkın ben bu hata kılmam degen bu yana tekimi hatalıksı hatalık olduğun gibi. Şuna adamın konuğunu aktıdığın nerse herkes mi karşı tarafının gep söz ya ki bizni tuzçu ya ki birini qayil qilish emas, balki emas muomala. Qarmoq ikki odamning so'zi paranglashib o'tgandek turgan bilan amaliyotda ostirdan ikki odamning kayfiyati paranglashidi. Odamning kayfiyati paranglashib turdi. Uning nima degan emas, qarshi taraf uni nima deb tushundi degan mayada bir masala bor. Ba'zi gap qarshi tarafga shunday kuchli bir xil o'nglash mumkin. Yani bazı bir gap başkalarga seni bir zanglik qilayotgandek anlash mumkin. Bu nimasi kayfiyatning o'zaro aloqasi bu yerda. Shunga mush narsani tushungan vaqtda anadayken qarshi tarafnimi o'zinimi yengil rahat tutquli hamda muhimi ham shundoq zo'r bo'lmagan to'qinishlardan saqlanildi deb qarayman. Demisimi Ali ma'lum degandek, bu yaxshi ish emas uyda tomoq chekish. Hamda mush yangi turmush ko'chirganda eng yaxshisi boshda sırt çekkin olsa sırt çekiş gerek. Baştalık ko'nish kerak. Chunki ertagün sizlarning balonglar bo'ladi, ya cho'nglar bo'ladi. O vaqt qanaqa qilasizlar? Uyda chekib ko'nab qolgandikanlar bir qatam ma'qul desa, ikkinchi qatam, uchinchi qatam davomlashib qoladi. Shunga ma qizlarning qarshi chiqishi to'g'ri. Chunki o arshoyan deb qo'yamiz, to'g'ri. Qildiqa, arshoyan çekmegen adam daha çekken adamdan bekerek zehirlendi degan gap. Şuna mushi yangi to'y qildigan qiz yigitlar, bolamız yigitlar tamak chekadigan bo'lsa, boshdan ko'nish kerak. Zat uyda chekmaslik kerak. Shuni o'rganish kerak. Ertaga balangli bo'ldi dedim, ota-onangni qo'nab qolgan ish bo'ldi. Ucha qanday qilsizlar? Shuna mush qizlar bek diqqat qilsak bo'g'dek. Rahmat. Men bu etotni ko'rdim. Aile muqaddas bir makan. O acayip paklikini talep qildi. Şunlaşqa ailenin pakligiga nuqson yetkazadigan odatlarni eng yaxshisi ailega so'rab kirmagan yaxshi. Masalan, uyning ichida o'zimizning uyimizning ichida tamak chekish, uyga aroq ichadiganlarni boshlab kirib uyda aroq ichish, uyda qima o'ynash, mushunga o'xshash ailening pakligiga ta'sir yetkazadigan nachar odat, nachar omillarni ailege en yaxşısı yo'liqtirmagan yaxshi. Mushu munosabat bilan davlatimiz ommaviy so'rinlarda tamak chekishni chekladi. Aeroplandagi azaldan tamak chektirmaydi. Poyezdda chuqum tamak chekishga bo'ladigan rayonlar chekish kerak. Ommaviy so'rinlarda tamak chekishga to'g'ri kelsa, qarshi tarafning ruxsatini olish kerak. Masalan, qiz yigitlar keyin qizlar bilan muhabbatlashib qolsanglar tamak chiqqan vaqtida nava tamak chekkinglar kelsa oldi bilan qiz tarafdan tamak cheksam bo'lamdi deb so'rasanglar bo'ldi. Bu tamak chekish bir odamniki o'zining ixtiyorida ish, lekin tamak qipining ustiga tamak chekish odam bedaniga ziyonli deb yozilgan. Shunlashqa o'zinglarni o'g'illar o'zlariga ziyonli bo'lganligini bildi, ammo özünün qilmishi, özünün ihtiyoji tufaylidan qarshi tarafga ziyon, salomatligiga ziyon yetkazgan ishni qilishga bo'lmaydi. Shunlashqa mushu munosabat bilan ommaviy so'rin yig'in zali har qanday joyda tamak chekishni rad qilib, navo chekishga to'g'ri kelsa qarshi tarafning ruxsatini olish to'g'risida aniq belgilam chiqarildi. Rahmat Xaldada. Demak, belgilamalada ommaviy so'rinlarda chekishga bo'lmaydi degan yerda oila degan haqiqatdanmi? Ballarımız bizden örnek alıdığan, bizden hemen öğünüdüğen birinci mektep. Rahmet balam dep kündürgen ballarda minnettarlık duygusu buludu. O mu başkalarına rahmet deyişini öğünüdü.
Seni yaxshi ko'raman balam deb muhabbatga qandirgan balalarmi boshqalarni yaxshi ko'rishga jur'at qila oladi ham boshqalarga muhabbatini bera oladi. Chunki u shu muhabbatga qenib cho'ng bo'ladi. Demak, oilada agar er kishi tamaki chekishdek bir oddiy ishni qayta davomlashtirib odatga aylantirib olganida, mush uyda cho'ng bo'lgan farzandmi uyda tamaki chekish qanchalik ishdi deb cho'ng bo'ladi. Qarshi tarafni salomatlik jihatdan ziyonga uchratishni ancha bek cho'ng bo'lib ketmaydi, chunki uning dadasi shu yo'lni tutgan. Er kishiga qo'pol muomala qilgan ayolningmi asli holatidan onasini ko'rsak bo'ladi. Bizda ona ko'rib qiz ol degan gap bor. Demak, onalarning uy tutishi, erga yuzlanishi, erga tutgan talaffuz pozitsiyalarini qizlar keyingi kunlarda boshqa birovlarning o'g'illariga shu peti yetkazib qoladi. Demak, o'zaro uyg'undigan, o'zaro mehr-muhabbatni yetkazadigan haqiqiy odamiylikni yetishtiradigan joy oila. Ikkinchi bosqichni biz mishada oxirlashtiramiz. Bir naqsha anglab o'tgandan keyin halqiliq bosqichimizga kiraylik. Qani birlikda anglaylik. Aşık bolaman yağmurga pinhan kalbimden yalgızlık yutkicha taki men aşık bolaman yağmurga pinhan kalbimden yalgızlık yutkicha taki
sinamda turg'ay Jigit qizlar, oxirgi tanlash 3-bosqichga keldik. Birinchi, ikkinchi qitimliq tunji uchrashish, o'rtaq tanishish jarayonida sizlar ko'z qarash jihatda qisman yaqinlashdinglar, lekin hammanglar bir-biringlarni tushundinglar deb aytolmaymiz. Shundaqdimi, tunji ko'rish, ovozni anglash, paranglashish jarayonida kimning ko'ngliga yoqdi, kimni nishonlab paranglashib baqay deb ko'ngliga tukdi. Endi biz buni o'qib boqamiz. O'g'illar chiroq o'chirmay turinglar. Qizlar, agar qarshi tarafda bir nishon bo'lsa, chiroqni saqlab qo'yinglar. Bo'lmaganda chiroqni o'chirib yetinglar.我再解释一下啊，你要是对男生男女生啊有兴趣的个人可以留灯啊，你感觉对哪个女生也感兴趣留灯啊，这是第3题的。不感兴趣的灭灯了。啊，很好啊。男女双方对互相有感兴趣的，希望将来能交成朋友的对方。请留灯。Mana qaraydigan bo'lsak, Xo'tianyu chiroqni saqlab qoldi. Endi o'g'illar tarafdagi inkasni anglaymiz. Mayong, 您为了谁留了灯，还是灭灯，还是留灯？我为1号留的灯。为了后天宇。是的。好的。Siz-chi o'yinim? Chiroqni o'chirdik. O'chirib yutamsiz. Bo'ldi. Singlarchi? Saqlab qoling. Saqlab qolamsiz. Siz-chi o'yinim? Sizmi saqlab qolamsiz? Ishkinglar kimlar uchun saqlab qoldinglar? Arxon. 2-nomerli qiz uchun. Siz-chi? Arxon. 3-nomerli Nurbiya uchun. Berib chiroqni yondiringlar. Har ishkinglar beringlar. Menga nima uchun chiroq saqlab qoldingiz? Shuni bek bilgim keldi. Masalan, qanday o'rtaqligimiz bor ekan ikkimizniki ya. Men shu qasam abay kim bilan paranglashgan vaqtingizni shunda muloyim, shunda yaxshi gapirgansiz, shu yeringiz yoqtirib qoldi. Mijozingizni. Mush kamroq qolgan-kim cho'qim go'ay bo'ldi deb o'ylayman. Siz odatda mushuk beqishni yaxshi ko'ramsiz? Men hayvonlarni hammasiga yaxshi ko'rmayman. Nurbiya, siz-chi mushukni yaxshi ko'ramsiz? Ha, yaxshi ko'raman. Enim siz bayatın Nurbiya bu yigit bilan paranglashgan chaqdiki muloyimligini yaxshi ko'rdingizmi? Ashani yaxshi ko'rdim. Xo'sh, endi ishkanglar paranglashib beringlar. Siz meni qaysi tarafimni yaxshi ko'rib chiroq saqlab qoldingiz? Endi buni qarasam, endi gap so'zlaringiz muloyimcha, kuyimchandek ko'rindingiz. Endi undan boshqa ishkimizni qiziqadigan, masalan, qiziqadigan ishlarimiz o'xshashgancha, shuningga. Ha, men sizga o'ylagandim. Voy. Abduvali, Raylaning muloyimligini qaysi so'zidan his qildingiz? Endi bayam o'yladim-chu, men tamoq chekma deganda bu siz so'radingiz emasmi? So'rgan vaqtda tamoq chekgan odamni hech kim yoqtirmaydi deyapti. Mijozga aniqlanki ziyonli narsa-chu ekan. Ham bu qizlar yoqtirmaydi ki shundoq bo'lsa ham ko'ngil saqlay ekan. Demak, uyda tamoq cheksa mayli deydi ekan. Yo'q, undaq emas, u to'g'ri emas. Bunda o'ylagan ko'ngil azor bersamka deb o'ylaykan, oq ko'ngilga deb his qildim endi. Yo'q, endi o'ylayman-chu. Endi har qanday bir qiz bola tamoq chekadigan o'g'il yoqtirmaydi. Chunki tamoq odamlarning ziyonli. Lekin bu qizlar shunday bo'lsa lekin endi xalqning ko'nglini oyab, masalan, yoqtirmayman deb qaz ko'nglim azoraydi-mi? Ko'nglim yerim qoldi. Oilada bir er kishining tamoq chekish masalasiga qarata rad qilishda bo'lamsiz yoki bo'pti demsiz degandim. Rayla mayli deyman degandi. Demak, mush tarafidan Raylaning oq ko'ngilligini his qildingiz, shundaqmi? Bo'ldi. Endi biz Ilzat bilan Abduvalininki ko'ngli uchun Rayla bilan Nurbiya chiroq saqlamamdi, mushidan qarab boqaylik. Chiqamamga kelinglar. Mayung,来。您为了1号女嘉宾留了个灯是吗？那我问一下，后天宇，你为了谁留了灯？1号。1号。好的。他也为了你留灯了，开心吗？高兴了吗？挺开心的。好。mana
Ekran aldidagi qadrli ko'rman do'stlar. Bugun elchi sahnasida ko'rilib baxmagan bir xushalliq paydo bo'ldi. 3 yigit 3 qizning javobini saqlayotdi. 3 qiz o'ylanish bosqichida. Buning ichida Xotiyayu allaqachon o'ylanib bo'ldi. Ya'ni mush birinchi nomerlik Mayong uchun chiroqni saqlab qolgan. Endi Rahila bilan Nurbiyachu Abduvali Ilzat uchun chiroqni saqlamdi, o'chirib yetamdi. Shunday qilma. Nurbiya chiroqni o'chirib yotdingizmi? Ha. Nima o'chirib yotdingiz? Nerim yoqmay qoldi sizga. Qanday tarafim yoqtamay qoldingiz? Masalan, siz kompyuter o'ynashga pek kirishib ketgansiz-chi, unda qilsangiz men bek yoqtirib ketmayman. Bu o'yinsoq bo'ldi-ku. Men kompyuter o'ynashni xohmasam. Men o'rgatadigan tursam. Qanaqa qilsiz Nurbiya? Chiroqni qayta yoqamsiz yoki bo'ldimi? Bo'ldi. O'chirdim. Ma'qul. Ilzat. Rayla saqlab qoldingizmi? Rayla bilan Xotiyan yishqinlar, sahnaga chiqinglar. Lay, Xotiyan yu. Shantayba. Muborak bo'lsin. Bundan burungi programmalarimizda, ya'ni 1, 2, 3 qaror elchi programmalarimizda bir jup qiz yigitlar sahnamizdan ayriladi. Mana bugun 2 jup qiz yigit sahnamizdan ayrilishi oldida turibdi. Biz bilan muboraklaymiz. Mayli sizlar to'y qilinglar va yoki keyin qanday bo'lishini qat'iy nazar hech bo'lmasa, dastlabki uchrashish, o'rtaq tonish hosil qilish, oxirgi tanlash jarayonida bir-biringlarni xo'p ko'rdinglar. Biz bu taraflarni hurmat qilamiz. Endi sahnamizdan ayrilish oldida sovg'atlarimizni qabul qilinglar. Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan yuqori qo'yiqlikdagi aqsilni 2 o'g'il mehmonga sovg'a qilaylik. Qani. Undan boshqa Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklik shirkati ta'minlagan oltin uzukni 2 qiz mehmonimizga sovg'a qilamiz. Mana bu sizlarning sovg'atinglar. Mayong， 这是你们的礼物。这个是我们栏目组提供的黄金，然后这个是蛋白。Undaq bo'lsa, rahmat sizlarga. Baxtli bo'linglar, safaringlar o'ngishli bo'lsin.祝你们幸福。今天有2对能够成为男女朋友。我们感到很高兴啊，然后那个礼物是赞助商们送给你们，成为一对希望将来是能够成亲的一对，而且现在当然是初步的。那个一个是黄金戒指，一个是蛋白粉，蛋白粉对，蛋白粉对，所以呢，看你们怎么分配。如果在我们面前互相赠送。那我们更高兴。当然，戒指想将来再带给他的话，那是另外的戒指，是吧？好，我就只翻译一下啊。怎么分配？马勇。我想到把这个戒指送给他。好吧，现在就送给他吧。你自己戴还是？Abduvali sizchi, siz qanday taqsimlaysiz? 恭喜你们，muborak bo'lsin, kuningiz shifo. Endi sahnamizdan ayrilish oldi turibsizlar, sizlarga bir xush xabarimiz bor. U bo'lsa-mu? Navoda sizlar to'y qilib qolsanglar, o'ylanish guvohnomasi olsanglar, undaqda Xinjiang elchi to'y mulozimat cheklik shirkati sizlarning sayohatinglarning barliq chiqimini o'z ustiga oladi. Undan boshqa Ali ma'lum bo'lsa, o'zi ishlab chiqargan keyki kayfiyat ravonlashtirish tabletini sovg'a qiladi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Qinamsa. Yaxshisiz ko'pchilik, men mush elchi sahnasiga chiqib shunday xush bo'ldim. Men loyiq keldigan bir o'g'il bo'lib topganimga intayin xursandman. Elchi programmamizni qurg'idagi ko'p rahmat. Endi men o'zim loyiq ko'rdigan men bilan bir niyat bir maqsad maqdigan endi qizni izlab elchi programmasiga chiqqan. O'zim ko'nglimda qizni topdim. Elchi programmasidek bundaq yaxshi programmani bizga hozirlab berganlarga intayin ko'p rahmat aytaman. 非常感谢在媒人秀这个节目能找到心仪的他，也感谢这个媒人秀能给我这次机会让我参加这个节目。
我一定会好好珍惜我的另一半，也会在今后的日子里把我们的生活过得越来越好。非常感谢名人秀节目组，谢谢。 Xo'sh, naq maydondagi qiz-yigitlar, endi biz ota-onalarning naq maydon ta'sirotini anglash bosqichiga kirdik. Qani, marhamat. Yaxshimisiz-da? Yaxshi. Bugun siz Elchi programmasini ko'rib sizda qanday ta'sirlarni qoldirdi? Men Elchi programmasini ko'rishni bek yaxshi ko'raman. Bu Elchi programmasi yaxshi chiqqan programma. Bu sonda ishqiyib qiz-yigit qo'l tutishdi. Bundan men nayt xushal bo'ldim. Savollarni addiyaroq so'rasa, bir-birisiga fursat bersa, nayt yaxshi bo'ldi. Bolalar shunda yaxshi o'ssa, ota-onalarniki shu xushallig'i ash bolalardan bo'ldi ekan. Bolalar yaxshi, bir juftlar yaxshi o'ssa, ota-onalar xush bo'ldi ekan. Bundan keyin programma qatnashganlarmi jiqara qo'l tutishib, baxtni topsa deb o'ylayman. Oxirida shu ham yoshlarniki programmaga aktiv qatnashishni, ham baxtli bo'lishni umid qilaman. Ardığımız chiqqan bundaq sonda ishlamagil uzun bo'ldi ekan. Bugun programmamizning oxirida ikki juft qiz-yigit sahnamizdan qo'l tutishib ayrildi. Ularga baxt tilaymiz, omadlik bo'lishini, eng muhimi to'y musobaqasigacha qo'l tutishib mengishini, umrining oxirigacha birga o'tishini albatta umid qilamiz. Ham ularning bundan keyingi hayot safariga davomli nazar saptiramiz. Ular haqidagi uchurlarni sizlarga yetkazamiz. Sahnada to'rtinglarni qaldinglarmi? Sizlar quruq o'tishib ketmanglar. O'g'illar sizlarga Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlangan yuqori quyuqlikdagi aqsilni sovg'a qilamiz. Qizlar sizlarga Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlangan bexatar, unumli bo'lgan xonim qizlar sog'lomlik mahsuloti qabul qilinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, Elchi programmamizning bugungi soni mushada oxirlash oldida.